ijtimoiy tarmoqlarda bomba bo'lib ketdilar. Hamma joyda yozmani hozir ichkariga kiryapman, qani shuncha erkak kishida. Men misol uchun erkak sifatida o'zim erkak deb bilaman, Xudoga behisob bunaqa qilib qo'ymayman deb ishonam. Qaranglar ahvolni aylanib chiqyapman hozir. Hamma binoning ahvoli, har bitta xonaning ahvoli, bitta sal kutubxonani tartibga solib qo'yibdilar, u ham qop-qorong'i joy. Odam kirmaydi, yo'q kutubxona borligini bilmaydi. Remont qilib berilgan joy bo'lsa, davlat mulki qilib sizlarga shu joyi chiroyli qilib remont qilib bergan. Nima qilyapsizlarki, shu joyda bir obod qilib ishlab ijodiy muhit qilish kerak. Chunki Tohirjonda qasam prokuratura kelmaymiz, asabiy holatda ishlayapmiz biz. O'shaning uchun. Asabiy holatda ishlash uchun mana ustimdan ham olishadi. Mana ustimdan ham olishadi. Mana prokuraturaga boraman. Milliard pullar ustida javob beraman. Masala bunday emas. Masala ijodiy muhit yo'qligi. Oltiariqqa borib, Oltiariqliklarda Samarqandga chaqirib bering deb men aytdim. Samarqandga yuvorish, Samarqandga konsertga borib, konsert berib keldik. Men o'sha yerda sizlar kim ashula aytayotganligigacha videosini ko'rdim. Kim bor o'zi bu yerda? Kimlar bor? Kim bular o'zi? Savol qo'ydim. Shu yerda xodimlarimi yo boshqa soha vakillari bo'lib ijodni yaxshi ko'radigan odamlarmi? Begonalar yo'qolgan shu yerda tekshirsizlar. Bitta bolalar musiqa san'at maktabidan olingan ekanmi shuni? Men aytdim, mana ijod bor ekan, ish bor ekan, ijod bor ekan dedi. Endi bizga kelayotgan ma'lumot, biz ko'rayotgan ma'lumot, muammoning yechimi bir-biringlar bilan gaplashmasliginglar. To'xtaydi. 11 ta odam jamoa bo'lib turib futbol o'ynab tursa, 10 tasi o'ynab, bittasi o'ynamayotgan bo'lsa, 10 ta odam bitta bilan o'ynamasa o'yin chiqmaydi. Esinglardan chiqadi. Jamoaviy o'yin deyiladi. Bu jamoaviy ish ham shunaqa bo'ladi. 10 ta odam, 11 ta odam arqon tortishda o'ynab turib, 11 ta odam tortish kerak bo'lganda 10 tasi tortib, bittasi tortmasa ham yoki bittasi tortib, 10 tasi tortmasa ham ish bo'lmaydi. Tushunyapsizlarmi? Chunki fizika qonuni. Mendan yoshinglar katta, sizlar mendan yaxshi bilasizlar. Lekin sizlar bir tomon bo'lib turib, ya bizni tinch qo'ymayapti, biz mana men kirib aylanib chiqdim. Qani men deyapman. Qani atrof muhitni ko'rsin. Zo'r xonani ko'rsatinglar menga. Mana zo'r xonamiz. Mana bezatib qo'yganmiz. Mana ijodimiz mahsul. Necha marta o'tasizlar mana shu koridordan? Bir kunda. Mana erkaklarga, ayollarga savol emas, erkaklarga savol. Necha marta o'tasizlar mana shu yerdan koridordan bir kunda? 3 ta. Nima bu ahvol? Nima bu? Mana erkaklarga savolim, necha marta o'tasizlar shu koridordan? Necha marta o'tasizlar? Hozir shuni o'tamiz, adliyaga kiramiz. Adliyani ko'ringlar endi bu. O'tinglar adliyaga kiringlar. Ular huquq bilan ishlaydi, biz san'at bilan ishlaymiz. Ularda dastgohi boshqa, bizning dastgohimiz boshqa. Lekin nimaga ularda odob bor, nimaga ularda tartib bor, bizda yo'q. 50 marta o'tasizlar bir kunda. To'g'rimi? Bir kunda 50 marta o'tasizlar. Aholini ko'ryapsizlar. Nima deydi? Oqlaylar o'zinglar bilan aytinglar. Ya bizda zo'r ishlaylar mana. Mana shuni shunday olib, "Yo jo'ralar, o og'ayni, kel, men buni olaylik. Eskirib quyosh urib ketdi. Kelgan odam uyat bo'ladi." Deydiganing bormi? Yo'q. Mana men keldim, tasavvur qiling, mana men sizlarga kamchiliginglarni aytayapman, betinglar. Nima qiling? Davay yechamiz boshdan, mana buni yechamiz, davay tozalaymiz. Kechgacha tozalaymiz, hashar qilamiz. Siz ham qilasiz-ku hashar, to'g'rimi? Yo'q, qilmaysizlarmi, akalar? Nima bu ahvol? Nima deb o'zingizlarni oqlaysizlar mana mashitda hozir? Nima deb oqlaysizlar o'zingizlar? Bu masalada hukumatning o'chish qonuni. Nima endi olursiz? Meni gapimni olma. Meni ijtimoiy tarmoqda senlar Oybek Hojiboyev deb aka, yo'q. Men sizni kesib qo'yadi, aka. Qattiq gapirmang. Xo'p, meni omadi topshirib bermang, aka. Xo'p? Bu siz aytishingiz mumkin faqat. Ijtimoiy tarmoqlarda meni shaxsimga nisbatan munosabat bildirsangiz, men ham sizga munosabat bildiraman. Men o'zimga bular bilan gaplashganman. Endi ish bor joyda kamchilik bor. To'liq endi ishlash qiyin ekanda endi ko'pchilik bilan. Buni yangilab qo'yishlar topshirig'ini berdik. Endi kimga berdingiz? Kimga? Kimga beradi? Har bir filialni. Men bu yerda savolni beryapman, siz filialni so'ramayman. Mana shunga menga javob beringlar. Nimaga bunaqa kir bo'lib yotgan, dabdala bo'lib yotgan viviskalar haligacha turibdi?
Kimga topshiriq beryapsiz? Nima viloyat hokimimisiz, tuman hokimimisiz? Lavozimingiz qanday sizning? Men aytyapman sizga. Men aytyapman sizga. Vazirlikni boshqarmoqchiman. Hozir men tayyorman hashar qilishga. Men tayyorman. Deb aytinglar menga, beringlar, laqabga beringlar, ketmon beringlar, qo'limga trapka beringlar, holatda beringlar. Ana shu xonani menga tegmanglar, hozir kitobni men to'g'rilayman. Ichkarida yotgan kitobni men to'g'rilayman sizga. Men to'g'rilayman bor. Shuni men hozir qilaman, qilmasdan ketmayman shu. Kitobni guli-guliga, o'zbek adabiyotini o'zbek adabiyotiga, badiiy adabiyotga, jahon adabiyotiga, informatika, texnologiya qilib ajratib qo'yib, chiroyli qilib berib ketaman. Chunki men haqqim yo'q. Men shu sohani vakiliman. Men kitobni ko'rib, bunaqa tashlab keta olmayman. Men tashlab keta olmayman bunaqa qilib kitobni. Men sohani vakiliman. Sizlar o'tib ketishinglar bugun topshiriq berdim. Kimga beryapsiz topshiriqni? Kimga bani qilmabdi-ku? Kimga berdingiz topshiriqni? Nima o'zingiz qilmadingiz? Nimaga chaqirib kechora olamiz mana shu viviskani olib qo'yamizda, o'rniga boshqa qo'yamiz nima deydi? Nimaga? Nimaga mana bu eski variantlar yotibdimi? Mana. Bunaqa bo'lmasligi to'g'risida 50 marta men topshiriq berganman. 50 marta berganman. Bunaqa bo'lmaydi jadval. Namunasigacha berganman, namunalargacha berganman. Ish rejani tasdiqlab, yoniga qo'yib qo'yishingiz kerak siz. Qo'yib qo'yishingiz kerak. To'g'ri rahbarlar. Mumkin emas. Haftada seshanba kuni soat ertalab 9 dan 12 gacha, 13 dan 16 gacha deb yozish mumkin emas. Vazirda buyrug'i bor. Badiiy rahbar. Suv qilib yodlab olgan bo'lishingiz kerak siz 34-son buyrug'i. Bitta darsda 45 minutda o'tkazmasligingiz kerak. Siz bu yerda bitta mashg'ulot 9 dan 12 gacha urib o'ryapsiz. 10, 11, 12 tasavvur qilasizmi? Institutda yo'q bunaqa. Institutdan paradi, bir para 2 soat bo'ladi. Bir para, 1 soat, 1,5 soat bo'ladi. 3 soatga qo'yib yuboryapsizlar. Jurnalning ichida yozilgan-ku bu mana qilinish, qanaqa tartibda qilinish. Jurnalni o'zida yozib qo'yilgan. Jurnalni o'zida berilgan. Qanaqa to'ldirish kerak, to'g'ri farqi. Qanaqa qilib yozish kerakligi, nechtadan bo'lish kerak, hammasini yozib berganmiz. Даже video darsligigacha qo'yib qo'yganmiz. Jurnaliz orqasini shunday telefoningizni olib borsangiz, QR-kodida 1,5 soat tushuntirib beradi sizga. Bularni qanaqa to'ldirish kerakligi. 1,5 soatlik qo'llanmada bergan. Birontaylar ochib ko'rmaganmiz sizlar shuni. Jamshidga jurnal kelgan yo'qda bizga hali. O'tgan yilda jurnal kelmagan bo'lsa, mandamaydi. Nimaga sizni qiynamaydi bu? Nimaga bizga jurnal kelmaydi? Nimaga biz jurnal olmaymiz? Shunda haqda aytib chiqing, mana kamchilik. Undan ko'ra hech kim yo'q edi, mana bittasini qilib ko'rsatib yursa, sizlar uni so'kkandan ko'ra jurnalim yo'q mana. Bermaysizlar, mana 25 ming so'mlik jurnal sotib olishim kerak. Demaysizlar, mana bu savol, mana bu odamga bermaysizmi? Yo endi pul yetdi, pulini. Ya qanaqa qilib pulni o'tkazasizlar, yil tugadi-ku. 2025 ga qabul qilyapman men o'zi. 2025-yilga qabul qilyapmiz. Yo boshqa Sizga oldingizda iltimos qilyapti narsa. Iltimos qiling, ha? Salom alaykum. Hozir. Salomatmisiz, aka? Shu bilan tandemda ishlaysizlar, hamsuhbatsizlar, to'g'rimi? Shu bilan hamsuhbatsizlar, fikringlar bir joydan chiqadi, to'g'rimi? Endi tasavvur qilinglar, mana hammamiz bu yoqda turibmiz, sizlar bu yoqda turibsizlar. Kim sizlarga bu yerda dushman? Kimdir men bilan so'rashsa, o'shanga ham chora ko'radigan bo'lishadi. Gaplashtirmayapti. Olib xonaga. Sen dedan o'n falonchi bilan gaplashib turuvding, nima sababdan? Ijod masalasida. Sen vaqtim gaplashmaysan. Mashinasida bir kun olib keldi bitta odam. Mana shu etim indamay, olib sen nimaga mashinasida sen bilan yuribsanmi bu bilan? Men pesmanmi yo, mahulmanmi yo? Qo'limdan, meni ham qo'limdan ancha-muncha narsa keladi, o'shandan foydalanishsin. Men ham yordam bergim kelyapti. Lekin men qanaqadan oyog'im, qo'lim baylab, og'zim baylab xonamda qamoqxonada o'tiribman. Ertaga vazirlikdan kelib turib, qani hujjating, nima ish qilgansan desa, men ko'rsatib bera olmayman. Yana men aybdor bo'laman. O'shaning uchun men iloji baralla internetga chiqishga majbur bo'ldim. Jamshid. Bularchi? Bular hammasi o'zini to'yi bor, xizmati bor, o'zini aybini ko'lamasligi uchun bo'ldi. Sizda to'y xizmat yo'q-a? Yo'q, menda xizmat yo'q. Tirikchilik faqat shu edi. Tirikchilik faqat shu. Mana bemalol ko'rib olsa, mana keldi ketdi qiladigan, nazorat qiladigan odamchi, mayitlar keldi ketdi qilmaydi-da, xonasida qiladi. Oloncha deydi, kecha kelmovding, ilgari kun kelmovding, qo'l qo'yib qo'y deydi, tezda yur deydi. Mayda turaman, har doim. Yonimda olib chiqib ketadi 6 tasini, plus qiladi. Kecha falonchiligida, buni sindoshim to'y qildi, Shukron to'y qildi. 6 tasi xizmatda bo'ldi, kechgacha bo'lmagan. Bugunga plus qilamiki, plus qildi. Menichi yo'q. Hojatxonaga o'tgan qo'polga gapirsa qo'rqaman-da. Protokol tuzadi. 5 ta xodimligi albatta o'tadi. Suriyaga aytdim, hurmatli Suriya. Shunaqa bo'layapti. Keyin bir safargizda 60 ta xodim bitta kirdi sudga. Kirovda to'xtanglar dedi. Meni ustimga olishdi. Shu
shunday yarashtiruv qildiki, nimaga bularga chora ko'rmadi desam, hozir 60 ta xodimda aybi bor dedi, chora ko'rsan dedi. Men mana aytaman dedi, ertaga seni dedi kuningni ko'rsatadi bular. Sen hushyor yurgin dedi. Kechirdi shularni. Hammani kechirgan o'sha. Bir marta qamab qo'ydi. 5 sutka qamab qo'ydi. Meni nedirki Tohir qamatib qo'ydi deb turib, badiiy rahbar hammani nima qildi, misol. Endi meni ularning kamchiligini, aybini mingtasini bilaman. Xo'p bilasin, 500 ta videoyim bor. Nega jarima to'ladingiz, opa? Sizlar Yozmasa to'lamasdingizda, demak qoida buzar bo'ldi. Qoida buzarlik bo'lganda, tartib buzarlik bo'lganda. Xo'p bo'ladi dedikda, nima? Men yozyapman, korpus tashkilot. Endi odam aybi bo'lsa, aybi bo'lmasa talashadi-da. Aybi bo'lgandan keyin talashmaydi, xo'p bo'ladi, to'laydi-da. Mana hozir sudda, mana men tushuntirdim, mana 2,5 soatga qoldirdi sudni. Mana qoldirib hozir bular sudni qoldirdi. Mana chiqdim men kelganman. Sudga aytinglar, sudma-sud yurib, uyatdikdan sahnalarda yurganlar, opajonim, men xonalarni ko'rib, hozir men rahbar sifatida uyalmasdan o'zimni kanalimda sizlarni xonanglarni ko'rsatsam, respublikaga sharmanda bo'lasizlar. Mana men keldim, haqiqatda shunaqa ekan ahvol, binoning ahvoli shunaqa ekan desam, hozir uyalasizlar. Hamkasb boshqa viloyatlardagi hamkasblarning oldida uyalasizlar, opam. Biz ham kelarmay qoldik, uyalganimizda. Endi bu joyda guldek qilib qo'yish bizning vazifamizda sizlar bilan. Guldek qilib qo'yishda. Guldek qilib qo'yish kerak-da mana bu yerda. Chiroyli qilib qo'yib, mana nimizda nima aybimiz bor o'g'lim? Mana xonamiz obod bo'lsa, joyimiz obod bo'lsa, hamma joyimiz chiroyli bo'lsa, ijodimiz qo'ldan kelgancha ketayotgan bo'lsa, nima aybimiz bordi? Mana oddiy misol. Men har safar aytaman. Xodim har kuni ertalab ishga kelish kerak. Kechasi eldi xizmatida bo'ladimi? Tonggacha eldi xizmatida bo'ladimi? Davlatning ishiga kelish kerak. Kelib bismillah deb kabinetni ochib o'tirib, qani nima ishimiz bugun deb rahbarlardan olib, ishni olib, qo'liga qilib, keyin ishi bo'lsa ruxsat so'rab, maylimi men ketsam, ishim bor, elda xizmatim bor yoki boshqa narsam bor deb ketish kerak. To'ppa-to'g'ri. Unaqa bo'lmasdan, xuddi hozir mana shu odam aytayotgan, bu meni otam emas, akam emas, ukam emas, hech kim emas. Men buni zo'r demayman, o'zining ishi yo'q. Hozir meni bitta xulosa aytishim mumkin. Jo'ralar, to'yga olib chiqinglar, yaxshi bo'lib ketadi buni ham. To'yni ham yozib beradi, to'y boshini ham yozib beradi bu. Sizdan so'ramayapmiz. Bunaqa qilib odamga bunaqa murojaat qilinmaydi. Oylab boshlovda yurganimizda ham agar hozir shu holatda menga shunaqa agar shu holatda menga agar siz aytganingizda shunaqa murojaat qilganingizda hozir ustidan yozib beradi. Suv soha vakili o'zining eng asosiy narsalardan biri bo'lgan adabiyotga munosabatda mana shu haqqimiz yo'q faqat kutubxonachiga qarab gapirishdi. Yoki kutubxonachini ayblashdi. Hamma aytib qo'ydi. Shuning uchun meni vijdonim qiynab gapirib chiqib ketmaslik uchun shaxsiy namuna bo'lmoqchi. Kechgacha mana shu yerda o'tirib, sizlarga birga kitoblarni o'qib, tomoshabinga bu tomosha zalida o'tirish qoidalarini yozib qo'yganinglarni ko'rmayman hech qayerda. Tomosha zalida o'tirish qoidalarini yozib qo'ymagasizlar hatto. Ko'rsatinglar menga. Ko'rsatinglar. Mana men bittaylikmi? Men tomoshabin sifatida keldim. Qayerga qarashim kerak? Ben garderobga keldim. Garderobga kiyim topshirgandim. Garderobga ahvolga qaraydi. Odam kirmagan bo'ldi. Yo'q, kirganlar borib ko'ringlar. Chang bo'ldi. Ustini olib borib o'tib qaytib ketdim. Isqib bo'lib yotdi usti. Yoki bizga ertagacha uxlab bersangiz hammamiz. Aka, bugun qilamiz. Bugun qilamiz, birga qilamiz. Bugun qilamiz. Sizlar bilan birga men shuning uchun keldim. Nega keldim? Nimaga keldim? Hozir men sizlar bilan gaplashishdan oldin sizlarni oldin tushunib olaylik. Sizlar tushunchalar to'g'rilab qo'yaylik ishxonaga nisbatan. Ishxonaga nisbatan sizlar tushunchalar to'g'rilab qo'yaylik. Bu ishxona bu, biz hurmat qiladigan joyimiz. Biz hurmat qilyapmiz joyimiz. Bor deydi. Derazalarning ahvolini qaranglar. Men tushunaman. Farroshimiz bor, oylik olyapti. Bizda ham bor farrosh. Mana bo'day ishxonaga borib, stolimni tozalamasam, oynamni artmasam bo'ladi, lekin qilaman shanbukni borib. Xodimlarim bilan borib, hamma xodimlarimiz bilan ish ko'rimizni tozalaymiz, artamiz. Mana bunda turgan nimalarimizni, kitob javonlarimizni artamiz, kitoblarimizni tushiramiz, artib, tozalab qo'yamiz. Chunki kelgan odam birinchi bu o'zimizga qaraydi. Mana bular hisobot topshirgani boradi. Yo biron marta ko'rganmiz, vazirlikni kelib o'tirganmiz. Bunaqa o'tirmaymiz. Ishchi tartibda o'tiramiz. Bizda alohida xona yo'q. Katta joylarda o'tiramiz. Mani xonam bor, bo'daymayman hech qachon. Mani xonam. Bor, vazirlik prямой efir qilaman, vazirlik ko'rmaysan o'tirgan joyda. Kim ko'radi meni prямой efirlarni? Nimaga bo'daymayman? Badiiy rahbarga o'xshab, mana bu meni xonam. Biz topshiriqni berganmiz. Tushunyapsizlarmi? Nima deyilyapti?
Biz kimga topshiriq berdik? Kimga? Mana sizlarga topshiriq berilganmiz. Mana shularni olib qo'yib, yangilab qo'yishni o'zingizlarning ijodiy. Endi ular mana shu yoqqa kelsa qani tasavvur qiling. Mana men keldim, nima degan odam bo'lamiz mana? Keldik mana shu yoqqa. Nima degan odam bo'lamiz? Men erkaklar bilan gaplashmoqchiman-da shu. Tepalarga chiqib zinalarni qaranglar. Kichkinagina mana shu plintuslar chiqib yotibdi. Shuni qayirib, qo'l bilan shuni qayirib joyiga ham tiqib qo'ysa bo'ladi. 5 kilolik emulsiya necha pul turadi? 250 ming so'm turadi. 5 kilolik. Turetskiy emulsiya 250 ming so'm turadi. Bitta halik necha pul turadi? 75 ming turadi. Bitta xonaga bitta ishlatsangiz oppoq bo'ladi shu xona. Keyin ikkita chiroyli bitta rasm topib kelib, xonaga o'zingizlar ijodiylardan qilayotgan ijodiylardan shuni 3 ga 4 chiqarib, ramkaga solib, ilib xonalarga ilib qo'ysanglar, va tagiga yozuv bilan falon sonli konsertimizdan lavha deb qo'yilsa, bo'ldi, olam guliston. Sozlarni chiroyli qilib ilib qo'yib, o'zingizning sozlaringizni ilib qo'yib. Mana men neytral odam sifatida keldim, men begona odam sifatida keldim, men ko'chada mehmon bo'lib. Nima bilan maqtandinglar menga mana bino masalasi? Binoni olib qo'yamiz deyotganini bilib turibsizlar, xabaringlar bor. Adliya so'rayapti. Biz ha desak bo'ldi, ketadi. Biz ha desak bo'ldi, ko'chada qolasizlar. Nima qilasizlar? Adliya rasm tashlayapti, video tashlayapti, kelyapti, mana hech kim yo'q. Olaylik, bizga beringlar, aholini huquqiy yordam ko'rsatamiz, davlat xizmatini ko'rsatamiz. Bularga bu burchakdagi oldin Barkamol avlod markazi bo'lgan joyda beramiz. O'sha yerda ishlaversin, o'tibgan tayyorlaydi. Bo'ladimi sizlar o'sha? Shu holatga kelgungacha xulosa qilish kerak emasmi, akalar? Mana shu holat kelgungacha xulosa qilish kerak emasmi? Besh qo'l baravar emas. Har xil odam bo'ladi. Har xil fe'lli odam bo'ladi. Har xil fe'llik, har xil turli odam bo'ladi-da. U odamlar butun umr xato izlab yurmoqchi bo'lsa, u xatoni topolmaydigan darajaga borishimiz kerak. Musiqa jilosi loyihasini qilinglar, ko'p mablag' talab qilmaydi. Targ'ibot, ovozli targ'ibotni qilib qo'yinglar, bu mablag' talab etmaydi. Ijodiy muhit borligini sezdirib turinglar, bu yerda madaniyat markazi ekanligini sezdirib turinglar. Har chorakda hisobot konsertiga tayyorgarlik ko'rib turinglar. Har hisobot konsertinglarda mehmonlarni chaqiringlar. Viloyatlardan kelsin, boshqa viloyatlardan chaqiringlar, mehmon bo'lib kelsin. Chirillab gapiraveramiz. Bizga keladi vazirligimizga, binoyimiz yo'qda, bo'lmasa jon deb qilardik. Binoyimiz yo'qda, jon deb qilardik. Keyin ya binosi borlari ishlash keraksa, mana binosi borlarda ahvoli mana bu. Mana sizlar bir bag'ir bo'lib, mana shu yerda gullar qilib qo'ysanglar, kim sizlarga dushmanlik qila oladi? Jamshid aka, endi gapirsam mayli. Ha, mayli gapiring. To'g'risini aytish kerak. Bitta endi oyligimiz bilasiz aka. Hammamiz erkak kishimiz oilalimiz, 3 ta farzandimiz bor. Kreditli uyda o'tiramiz aka. Ishga kelmaymiz emas. Misol shaxsan meni Mohirjonning o'zi keldi-ketdimda o'zi nazorat qiladi. Nechtada kutib oladi, nechada ketyapman, nechada kelyapman. Endi imkon qadar endi xalq xizmatida yurgan odamlarimiz aka. Bu yerda endi hammasi fidoyilarda, Jamshid aka haligi nima deydi? Agar bundayroq odam bo'lsa, bu yozi tizdilarga, ko'chadagi o'rta yarimimiz, sinfdoshlarimiz bizga tashlab berayotgan narsalarini, misol boshqa odam bo'lsa tashlab chiqib ketaveradi-da. Shaxsan men 8 yoshimda kelganman shu yerga. Maktabga 1-sinfga qabul qilinganimda, birinchi dadam olib kelib chekib olib kelishgan, keyin 5-sinfdan musiqa maktabida ham shu yerda o'qigan. Endi ana ijtimoiy ta'limlarga chiqayotgan holatlar Jamshid aka to'g'ri tushunish kerak. To'xtagan yo'q. Har kuni, kerak bo'lsa har kuni har soatda yangilik chiqadi. Endi uning ichida haqiqati bor, haqiqat masi bor, tuhmati bor. Endi hozir ijtimoiy ta'lim kuchayib ketganki, hozir bir minutda qo'ysangiz, birpasda misol qanchadir odam ko'radi, rasman. Hozir mana men ijodiylar to'g'risida gapirmadim, hali ijodga to'xtalmadingmi? Ijodga to'xtalmadik. Siz ijodga gapirmangda. Mana men rozimisiz? Mana meni kanalim bor. Hozir olaman. Mana o tarafga keldim deyman. Eshikdan boshlab kirib kelishni boshlayman. Butun respublikadagi sizga o'xshagan fidoyi odamlar tomosha qilib o'tiradi. Xohlasangiz men bilan birga yurasizlar. Yuramiz mana xonama-xona. Qanaqa bo'lish kerak koreografiya xonasi? Qanaqa bo'lish kerak musiqa cholg'u xonasi, yoki gitara xonasi?
qanday bo'lishi kerak badiiy rahbarxonasi, qanday bo'lishi kerak rejissyor xonasi, repertuarlar qayerda turishi kerak, yig'machiliklar qayerda turishi kerakni qilib ko'rsatib beradi. Necha foiz talabga javob beradi deb o'ylaysiz? Xonalarimiz. Necha foizga javob? Endi to'g'ri biz Yo'q, o'zimiz to'xtang. aybimiz Yo'q, jihozlamaganmiz Ha, xonalarni. siz meni savolimga javob bering. Siz ishga keldingiz. Mana sizga savol beraman. Necha foizga xona javob beradi? Binomiz 100% ga javob beradi. Qani ichi jihoz? Qani ichini jihozlaganingizda? Qani ijodiy muhitni ko'rsatib berganingizda? Qani ijod bo'layotgan joyga sharoitni toza, pokiza, top-toza joylarga kirganimiz? Siz boshqa har kun kelib shunaqa kir joyga kelib o'tirasiz. Yo endi 3-4 kundan ustida ishlayapti-yu ishxonamizda. Yo'q, bu ishda ishlayotganlik, mana qarang, odob bilan ishlaganda. Men hamma yoqni ko'rib chiqdim deyapman, to'g'rimi? Har bitta xonani kirib qarab chiqdim. Qayerda uzilgan, nima qilingan, hadakonliklarni ko'tarib ko'rdim. Fardan даже nima garderobniga ham ko'rdim, nima kostyumerniga. Kostyumerni ham ko'tarib ko'rdim. Qarang, qanaqa turibdi, qanday turibdi, qanday turish kerak, zarli kiyimlar qanday turish kerak. Hammasini bitta-bitta ko'rib chiqdim. Men sizga zo'r ashula aytarsiz. Zo'r mahoratli ashulachidirsiz, qo'shiqchidirsiz. Men bilmayman. Men sizni ijodingizni so'ramayman. Men sizni attestatsiya qilgani kelganim yo'q. Men muhitni birinchi bo'lib muhitning bazasi qanaqa? Chunki bino zo'r. Bino ta'mirlab bergan, davlat bunga pul yetkazgan. Qani turishini qanaqa o'zi jamoa ushlab turadimi? Bir-biri bilan gaplashib, yordam qilib, bunday yomonlar turibdi, yaroqlar turibdi, yorug'lar turibdi. Shu yorug'lar nimaga o'zingizlar bilan qarab qo'ymagansizlar deyapman. Oyligimiz bunday. Katta oylik kerak emas aka, bitta qilib qo'ysangiz bir martaga yetadi. Men sizni yuring Jizzaxga boray. Yuring mana nimaga boray, Buxoroga boray, ko'ringlar. Qorako'llarda, mana Qorako'lda, cho'lda mana shunaqa binoni qilib berganmiz, ushlab turishini ko'ringlar, dilinglar yayraydi. Dil yayraydi, dil. Hamma o'zini xonasiga javob berdi. Toqqa boring, Forishga chiqing mana Jizzax Forishiga boring. Yo Zarbdoriga boring, Arnasoyga boring. Ko'ring. Tog'li hududini ham, cho'lli hududini ham ko'ring. Boring mana mashinaga o'tiringlarda. Hop ko'rib keling ko'zingiz bilan. Bezatilgan. Hozir mana onlayn menga translyatsiya qilib beringlar shu uchun translyatsiya qilib beraman. Mana xonalarimiz, mana bu tikuv bichuv xonamiz, mana bu pishiriq kuydirib xonamiz, mana bu xonamiz, mana bu maqom xonamiz. Hamma narsa bor. Bizda bergan adabiyotlargacha bor. Stolni üstüne qo'yib qo'ying. Yo'q, nohaqaga, to'qir degan odam nohaq ekan. Вообще bo'tda chiroyli muhit yo'q, lekin bu odamni chiqishtirishmayotgan ekan. Deb aytaymi, nima deb? Qaysi biringlar meni olib kirib xonanglarga olib kirib maqtanasizlar? Meni xonamni ko'rding, mana yirtib tashlaganman deb aytasiz. Yorborgan odamga ko'rasan meni ijodimni, mahsulotlarimni. Qaysi biringlar olib kirasiz? Olib kiringlar meni. Men olib kelaman. Bo'lmas, bilamas. Ijodimni bilan tashlayman. Bu hozir ikkinchi masalaga o'tamiz. Oldin bu masalani tugatib olaylik. Texnikani to'g'rilab qo'yib, ijodiy muhitni buzish bu harakatlarni keyingi masalada muhokama qilamiz. Aytinglar, men ayollarga gapira olmayman, erkaklar bilan gaplashishni qo'yaman. Aytinglar, men deylar, qo'ldan ko'tarib, hamma yarim yil men otam bilan baravar ekan. Aytinglar, menda zo'r, men yirtib qo'yganman, mana sharoitimda, mana ishim bor. Nima deysan menga deylar? Men siz bilmaysiz. Aytganlar aylanib chiqdi. Bu shunday zo'r bino yo'q. Men maqsadni bir-biriga gaplarga kirmaganligim uchun, bir-biriga bilan gaplashmaganligim uchun, ham kuchim zo'r bo'lganligim uchun ahvol mashqaga. Elda xizmat yurgan bo'lsanglar, bo'shab ketinglar, vakansiya bor bo'lsin. Davlatning binoyi yo'q. Bu ayni zamanda chiqib ketish kerak. Hop, davlatni ishidan chiqib, to'liq xususiy sektorga borib, elda xizmatga yurish kerak. So'p. Sunnat to'yida, nikoh to'yida, qiz bazmida, kuyov bazmida yurish kerak. Eng zo'r yo'l shu. Qachon bu yerda vijdon uyg'onadi, keyin vijdonga nisbatan harakat bo'ladi. Bungacha biz ushlab turishga harakat qilamiz bu yerni. Yangi rahbar hozir bitta rahbar qo'ydi. Hozir 3 kunmi, bir haftami, bir oymi, 2 oy o'tadi. Bundan ham ko'p ish chiqishni boshlaydi. Ko'p ish chiqishni boshlaydi. Aqlli qilasiz-a? Siz mana bilasiz, qo'shnilar kelgan bo'lsangiz, xavf bor. Xavf bor. Chunki siz mana topshiriqni berganmiz degan gapingiz o'zi xato. Nima aytyapsiz? Ha, sizga aytyapman. O'sha sizga uni ma'lumotni jo'natgan xonasini namuna qilib ko'rsatsin. Aka, sizni deyapman, men javob beryapman. Siz kimligingizni men bildim. Mayli, meni bilmaysiz. Boshqaruv kadr ekanligingizni ham bildim. Shu odamni xonasiga kirib ham o'ziga savol berdim. Sani xonang shu. Shu uchun aytyapman men. Bu odam chetga chiqib turib, senga tegishli emas deyapman. Hammaga tegishli. Hammaga tegishli. O'sha yorib chiqishdan oldin. Yorib chiqishdan Yorib chiqishdan oldin. Siz eshityapsizmi meni? Eshityapman.
Men hammaga aytdim deyapman. Mana o'sha Siz sizni hozir men sizga qarab aytaman. Alohida gapiraman hozir. Siz talabga javob bermaysiz. Talabga javob bermaysiz. Talabga javob bermaysiz. Siz o'sha yorib chiqqanda oldin onasini mana bezatib qo'yibdi. Mana o'lgan shundan Siz o'zbek tilini tushunasizmi? Siz o'zbek tilini tushunasizmi? Men kimni xohlash? Rejissor xona zo'r ekan deb aytdimmi? shunga qarab gapir. Sen olib chiqsan. Sizni xonangiz qayerda? Ha, ko'rsating. Ostirib chiqdim, men ko'rsataman. Mana Toshkent badiiy rahbarni davay begon Toshkentga. Pul o'tkazganmiz da yozib bermaysizlar ta'sirlar ustida. Prokuraturaga yozib beringlar, olib bersin. Menga yozmaysizlarmi? Men 24 soat telefonim постоянный aloqada. Yozib qo'ymaysizlarmi? Men yozadiman mana. Yo'q, yozadi, dargizamizmi, yo'q, men yozadi-ku. 8 sonda narsa yozadi, kechqurun o'qiyman. 1-2 dan o'qib chiqaman hammasini. Nima bo'layapti, nima bo'lyapti, hammasini o'qiyman. Erinmasdan o'qiyman. Dardi bor demak, nimadir bor. Nimadir bor. Mana hozir o'zim bilan hech kimga ishlasa demadim, prosta kirib aylanib chiqdim hozir. Hamma xonalar bir bitta kirdim. Bitta qulfxona turgan ekan, sizni xonangiz ekan. O'zim men har doim aytganman, madaniyat markazining xonalari qulflanmasligi kerak. Qorovul o'tiribdimi? Men qorovul o'tiribdi. Qorovul vazifasi, qorovul javob beradi bu narsaga. Ahvolni ko'rib, mana hozir videoda ko'rgan narsamni hammasini isboti bilan hozir ko'rdim. Videoda ko'rgan narsamni hammasini isboti bilan ko'rdim. Даже meni kelishimni bilib turibman, to'g'rilamaysizlar deb to'xta, koridorga qarab qo'yaylik, tozalab qo'yaylik, sipir-sidir qilib qo'yaylik, xonalarni sipir-sidir qilib qo'yaylik. Men buni plintusdan chetda mashincha kesilib olib, shuni ko'tarib, shuni kirelab qo'ysa bo'ladi. Jaluzilarning ahvolini qaranglar. To'g'rilasang, to'g'rilana shuni tushadi. Jaluziga qaramagansizlar, erkaklar, erkaksizlar-ku. To'g'rimi? Uyingizda ham shunaqa qilasizlarmi? İşte men misol uchun buni qilmayman. Chunki men o'zbekni bolasiman. Men otam bilan onam menga tarbiya berdi. Toza saqlagin, ish joying bilan uyingni toza saqlagin. Hojatxonagacha toza saqlashimiz kerak. Nima deb aytasizlar? Topshiriq bergan. Nimaga topshiriq berasizlar? Bajarish kerak, topshiriq berish kerak emas. Bajarish kerak. Biz yuribmiz-ku, men yechaman, men qilaman. Da qilinglar. Boshlanglar. Taklif qilinglar meni. Men aytyapman, va'da beraman, shu kutubxonadan chiqmayman. To'g'rilab ketaman shu kitoblarni. To'g'rilab shkafga qo'yib, adabiyotga hammasini joy-joyiga qo'yib, to'g'rilab ketaman. Qonli bo'lsa ham hozir boraman, bitta malatob olib kelaman, 100 gram mix olib kelamanda 120 ming, 200 ming xarajat qilib, joylarni urib, urib, ozgina 1 kilo shpak olib kelib, qo'limda bitta shpatel bilan yorug' joylar yamoqsiz ko'rsatib berib ketaman. Men ish joyimni anaqa qilib qo'yishim kerak. Qo'daymaydi bunda. Ish bitmaydi bunaqa. Ish bo'lmaydi. 100% deb ayta olamizmi? 100%mi? Yaqin 90%. Da, to'g'ri. Endi men ko'pchilikda to'g'ri. Yo'q. Xo'p. Kim meni tanimaydi? Hamma tani. Muhammad Alizlam shu otga qashqa bo'lib ketgan butun respublikaga men. Ismim Jamshid. Jamshidbek meni ismim. Qo'ydan Niyozbek. Madaniyat vazirligida madaniyat markazlarining kuratori. Boshqarma boshlig'i lavozimida ishlayman. Yozib olish shart emas. Hech narsa yoza olmaydi. Faqat eshitinglar meni. Sizlarga hech bloknot so'ramayman. Xohlasanglar diktofonni yoqib olinglar. Xohlasanglar video kamerani yoqib olinglar. Sizlar bilan ochiq muloqot qilganim kerak. Kasallikni tuzatganim kerak. Sizlarga shifo ulashgani kerak. Sizlardan ijodiy muhitni to'g'rilagani kerak. Sizlar bilan gaplashib, nima sizlarni qiynayapti, nimani to'g'rilab beraylik, nima uchun bunaqa Oltiariqda holat yaxshi emas, nimaga uyaltiryapsizlar farg'onaliklarni, nimaga bunaqa butun respublikadan bizga Oltiariq bo'lib ketdi hamma joy. Bir-biringlar bilan gaplashmaysizlarmi? Yo'q, bu mana bu bino sari olishalik qilayotgan bo'lsa, bervoraylik, so'rashyapti bizdan bino. Berdi, nima qo'shinglar, so'rayapti.